Oyatul Kursiyni 3 ta o'qiladi. Oyatul Kursiyni 3 ta. Sura Ahzobdan bitta oyat bor. Astagfiru billah. Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina azaw Musa fabarra'ahu Allohu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Bitta oyat. Awaman kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin-nas. Bu ham bitta oyat. Har ikkala 3 ta Oyatul Kursiyni 3 ta, tepada o'qigan oyatni 14 ta, keyingi o'qiyotgan oyatni 14 donadan siz mana shu o'tirgan jamoat o'qib yuradigan bo'lsak har kun. U qachon vaqtingiz bo'lganda o'qib yursa debdilar, unda shunday oyatdagi fazilat, rahmat, barakotlar borki, atrofingizdagi deganlar, atrofingizda siz bilan oshna og'ayni yori do'st bo'lib turgan kimsani Alloh qalbida nima narsa o'tayapti, nima maqsadda siz bilan gaplashayotganligini Alloh sizga bildiradi. Yaxshi bo'lsa jamlab qo'yadi, yomon bo'lsa sizni uzoqlashtirib qo'yadi.